Assalomu alaykum, hurmatli brifing ishtirokchilari. Byuroning Yangiyer shahar bo'limi tomonidan banklar foydasiga undiruvlar bo'yicha qisqacha ma'lumot berib o'taman. Byuroning Yangiyer shahar bo'limi ish yurituvida fuqarolik, iqtisodiy, sud qarorlariga asosan qarzdorlardan banklar foydasiga undiruv bilan bog'liq bir qator ishlar amalga oshirildi. Jumladan, joriy yildan jami 1606 ta 22 milliard 25 million so'mlik ijro hujjatlari qoldiq bo'lib o'tgan bo'lib, joriy 2025 yilning 12 oy davomida 2108 ta 28 milliard 603 million so'mlik ijro hujjatlari kelib tushgan. Olib borilgan ijro harakatlari davomida 2150 ta 34 milliard 619 million so'mlik ijro hujjatlari tamomlangan bo'lib, shundan amalda 1569 ta 13 milliard 605 million so'mlik ijro hujjatlari amalda undirilishi ta'minlandi. Qoldiqda qolayotgan 1407 ta 13 milliardlik ijro hujjatlari bo'yicha qonunning 64-moddasiga asosan ish joylariga talabnomalar berilgan hamda qarzdorlarga tegishli avtotransport vositalariga qonunda belgilangan tartibda qidiruv qarorlari shakllantirilib, Sirdaryo viloyati yo'l harakati xavfsizlik boshqarmasiga berilgan hamda hozirgi kunda qidiruv ishlari olib borilmoqda.